Qondagi glyukoza darajasining oshishi sog'ligingizga putur etkazishi, kozlar, buyraklar va asablarga ta'sir qilishi, shuningdek, o'tkir miokard infarkti va insult kabi jiddiy yurak-qon tomir kasalliklari xavfini keskin oshirishi mumkinligini bilasizmi? Afsuski, diabet Amerikada o'limning asosiy sabablaridan biri bo'lib, 2024 yilda 284 dan ortiq o'limga olib keladi. Hammaga salom, men Irodaman va men bugun qiziqishingizni uyg'otadigan va hayot sifatini oshiradigan narsani baham ko'rish uchun keldim, diabetik. Ammo ushbu sayohatga kirishdan oldin menga kuchli savol bilan qiziqishingizni uyg'otishga ijozat bering. Kim diabet bilan bog'liq muammolarni ishonchli va samarali hal qilishni xohlamaydi? Ha, to'g'ri eshitdingiz. Diabetik, bu siz izlayotgan javob va men uning ajoyib samaradorligini tasdiqlash uchun shu yerdaman. 8 yil davomida diabetga chalingan jangchi sifatida men kasallik keltirib chiqaradigan kundalik qiyinchiliklar va cheklovlarni oz-kozim bilan boshdan kechirdim. Ammo glikemik barqarorlikni va son-sanoqsiz zararli dori-darmonlardan xalos bo'lishni ta'minlovchi haqiqiy eliksir diabetikni kashf qilganimda hammasi o'zgardi. Endi siz bilan qimmatli sirni baham ko'rishga ijozat bering. Cheklovsiz hayotning kaliti sizning qo'lingizda va diabetik bu o'zgarish uchun eshikdir. Ammo ehtiyot bo'ling, yolg'on va'dalarga berilmang. Haqiqiy diabetik sifati va samaradorligiga faqat rasmiy veb-sayt kafolat berishi mumkin. Va unutmangki, mahsulotni hech qachon ishlatmagan odamlarning yolg'on xabarlariga ishonmang. Ushbu videoni ko'rganingizdan so'ng siz diabet kishanidan xalos bo'lgan hayotga bir qadam yaqinroq bo'lasiz. Vaqtni behuda sarflamang, quyidagi havolani bosing va diabetik hikoyangizni qanday qilib yaxshi tomonga o'zgartirishi mumkinligini bilib oling. Esingizda bo'lsin, faqat sog'ligingizni o'zgartirishga sodiq bo'lsangiz, sotib oling. Bu nazoratni qo'lga olish vaqti. Ikkilanmang, kutmang. Diabetik olib kelishi mumkin bo'lgan o'zgarishlarni boshdan kechirishga ruxsat bering.